Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Men bir qancha kun ilgari o'zimning Facebook sahifasida Sharq Turkistonni Donald Trampga satayli, biz Amerikaning 51 shtati bo'lishni xohlaymiz degan maqolamni e'lon qildim. Bu maqola e'lon qilingandan keyin bu maqolani boshdan oxiri to'liq o'qib chiqib, bu maqolada men nima uchun Sharq Turkistonni yana Sharqistonniki igilik huquq emas, qizilin boyliqlarini setish orqali buning badaliga vatanimizni Xitoy tajovuzchilaridan qutqizushdan iborat bir ideyani o'ttirg'a qo'yganligimni nurg'un qarindoshlar aqliy tafakkur qilib, bu damonliqqa bir reallik oylanish nisbati intayin tuvan bo'lsa-mu, lekin buning o'ttirib qo'yilgan ideya yaxshikan deb bu maqolani qo'llab meni rag'batlantirgan, hatto bu maqolani inglizcha tarjima qilib bergan qarindoshlarim bor. Bir qism qarindoshlar maqolani o'qib boqmaylar, maqolaning temasiga qarab, sen Sharq Turkistonni sotmoqchimi? Sharq Turkistonni setishning nima huquqing bor? Sen kimga vakillik qila olayding? Sharq Turkistonni setish degan vatan qilgan xiyonat, bu dinimizda ig'ir jinoyat, shundoq dinimiz bo'yicha harom deganlar bo'ldi. Yana adabiyot sohasidan chiqib, vatan deganni biz ona vatan deb ulug'laymiz, onani setish bo'lmaydi degandek adabiy nuqtadan vatanni tasvirlash orqali bu yozmaga qarshi turganlar bor. Har kimningki har nimani yozish, o'zining ideyasini erkin o'ttirib qo'yish, mening yozganimga qarshi o'zim fikrni qilish erkinligi bor. Men nima uchun Sharq Turkistonni setib Amerikaning 51 shtati bo'lishni xohlaymiz degan bu ideyani o'ttirib qo'ydik degan bu tema Rojdestvo bayram arifasida Amerikaning yangidan prezident saylangan prezidenti Donald Trump Panama orolini ketib elish, Panama orolini setib elish, Greenland orolini setib elish qatorliq dunyodagi strategik o'rin intayin muhim bo'lgan kanallarni Amerikaga ketirish iborat o'ziniki strategik plan o'ttirib qo'ygandan keyin men bu Sharq Turkistonniki jug'rofiyalik o'rniniki geopolitik o'rnining intayin muhimligini buning Greenland orolidan shundoqla Panama kanalidan ham Kanadadek bunda jug'rofiyalik o'rni muhim dema bizniki netçesi muhim bir jug'rofiyalik o'rniga ega ekanligini, shundoqla Sharq Turkistondagi qizil boyliqlarnikimi intayin mo'lligini o'ttirib qo'yish orqali o'zimniki bir xiyoliy tafakkurni o'ttirib qo'ydim. Endi ba'zilar deydi, islom dinimiz bo'yicha vatanni setish harom. Vatanga sen xiyonat qilding, sen vatan xoini deb menga haqorat qilayotganlar bor. Vatan qachon setilgan? Vatanni sotgan men emas. Men taq vatanni sotib boqmadim. Vatanni qutqizish uchun Xitoy tajovuzchilariniki mustamlikdan qutqizish uchun bir tipirlayotgan mush yo'lda o'zimniki millat oldidagi mas'uliyatimni, majburiyatimni imkonan yeticha ado qilayotgan ham bu yo'l izlayotgan bir aktivist. Vatan tunji qatim oppoq xo'ja tarafidan setilgan. Buni hammamiz bilamiz. Uning keyinidan Manjular mustamlika bo'ldik. Uning keyinidan Manjulnikidan qutulib Gomindan hokimiyatni olgandan keyin Gomindan mustamlika bo'ldik. Uning keyinidan Gongsandan mustamliklab biz necha 100 yil tariximiz mustamlik hayot ichida o'tdi. Bugungi kunda vatanning ig'dorchilik huquqi bizning qo'limizda emas, tajovuzchi Xitoy hokimiyatida. Vatanning biz hech nimasiga ega emas. Endi vatanni setish xoinlik desa, vatanni shu sotgan shu xoinlarni va shu xoinlar ko'z tutildi. Shular sotmagan bo'lsa vatanni biz bugungidek vatansizlikniki vatansizlikni dam tatmaydik. Ham vatanimizda tajovuz Xitoy tarafidan irqiy qirg'inchilik uchirmaydik. Biz vatanni qo'g'diyolmadik. Vatan sotganlar buningga bosh sababkor, bosh jinoyatchi. Bu nuqta aniq bo'lsin. Uning keyindan dinimizda vatan setish harom deydi.
Her qandaq dinda vatanni setishni cheklaydi, hech qandaq bir din vatanni setishni targ'ib qilmaydi. Islom dini bo'lsa boshqa dinlar qolib qolsin. Lekin bizning islom dinimizda cho'shqishi harom, hammamiz bilamiz. Alloh taolo Qur'on Karimda cho'shqining haromligiga aniq o'ttirib qo'ygan. Ammo cho'shqi go'shini halol qiladigan bir shart bor. Nima shart degan vaqtimizda bu Qur'on Karim aniq deyilgan. Odamga yeydigan, bizga yana yeydigan hech nimamiz qolmay, hayotimiz o'lim xavfi tushib qolgan vaqtida cho'shqi yesak halol bo'lganligini. Unda qilgan bizning vatanga selishtirib baqili, vatanda necha millionlagan Uyg'urlar o'lib, qirilib ketdi Xitoy tajovuzchilarininki irqiy qirg'inchiliklar. Necha millionlagan Uyg'ur jazo lagerida inson qalbidan chiqqan xo'rliqlarni boshdan kechiryapti. Shularni qutqizish uchun vatanning qizil boyliqlarini setish bedeliga qutqizsak bo'lmamdiki. İkincisi, edebiyat noktasından çıkıp yana radiya berayotganlar var. Vatan, onu vatan deb tasvirlaymiz. Vatanni onaga o'xshatamiz. Shunga onni setishga bo'lmagandek, vatanni setishga bo'lmaydi deb. Edebiyat noktasından bunday to'g'ri. Lekin bizning vatan edebiyatning qurboni bo'lib ketyapti yoki siyosatning qurbonimi? Unda o siyosatni tushunib boqaylik. Siyosatda din, millat, qavm, hatto ota-ona, urug' tuqqan, ot-singil hech nimaninki qimmati yo'q. Siyosat bularni tunimaydi. Siyosatning tunuydigan birdan bir nimasi nima degan vaqtida faqat iqtisodiy manfaat tunuydi. Bu ben degan o'xshash hech nima tunamay siyosatning oldida bizningki ota-onamiz, urug' tuqqanlarimiz, do'st birodarlarimiz, hatto dinimizningki qimmati nol. Faqat iqtisodiy qimmat bo'lmagan har qanday narsa oldida siyosat oldida hamma narsaning qimmati nol. Bu narsani bugungi realligimizdan dunyoning siyosatini ko'ryapmiz. Dunyoda bo'layotgan urush, jidal, mustamlikaning hammasimi qizil boyliqlarga ega bo'lish, shu orqali yüzlü güçlendirish, u orqali dunyo xo'ja bo'lish. Bizning vatanning boshida qizil boyliqlar mo'l bo'lgan bo'lishqa, geografik o'rin intayin muhim bo'lgan bo'lishqa, Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonni mengi mustamlik qilish orqali dunyoga Sharq Turkistondan sakrab chiqish orqali dunyoning iqtisodini kontrol qilib, dunyoga ta'qib qilyapti. Buni hammamiz bilamiz. Shunga biz hozir Xitoyniki shu qirg'inchilikning qurboni bo'lib ketyapmiz. Shu zaminning egisi bo'lib qolganligimiz uchunlar qirg'inchilik uchrayapmiz. Unda qolib qolsa, men bu maqolada nima uchun Sharq Turkistonning geografik, geopolitik o'rnini asosda Donald Trumpga xitob shaklida bu maqolani yozdim. Bu maqolada nimalar deyilgan? Nurg'un qarindoshlarimiz dedi, mush maqolani sen bir naq maydon qilib bir suhbat qilgan bo'lgan bo'lsa, bir necha odamlar bilan deb. Lekin ekranga chiqili deb taklif qilib boqdim. Kelinglar, ekranga chiqayli. Bu temasida men qarish tuğanlar, radiya berganlar chiroyli ilmiy suhbat qilayli desam, hech kim ekranga chiqmoqda. Vatanni satamadik mushni biz munozir qilamdik deb. Bu yerdagi narsa vatanni setish satmas munozir qilmaymiz. Men ma maqolani nima o'tirib qo'yaptiman. Har qanday narsaga ilmiy usullar radiya bersangiz bo'ladi. Radiya bersangiz. Vatanni adabiyot nuqtasidan kuzatganda, ona vatan degan bilan siyosatning oldida onamizning qimmat emas, hech nima qimmat olmay siyosatning qimmat tunuydigini hech nima tunamaydi. Faqat tunagan iqtisodiy manfaat. Shunga adabiyot nuqtasidan vatanga, siyosat nuqtasidan vatanga qarab maqsadga munozir qilsak bo'ladi. Undan boshqa nurg'ulga munozir qilgan, o'xshamagan ko'z qarashlar va shu nuqtadan ilmiy suhbat deb bo'lsak bo'ldi. Afsus, hech kim bu suhbatga chiqishga xohlamadi. Malkim nurg'un qarindoshlar dedi, masalan, O'rta Osiyodikilar dedi, bu bir narsalarni yezibsiz, nurg'un munozirlik inkaslarni yezibdi, biz o'qib tushunib bo'lmadik. Buni bir Uyg'urcha bir so'zlab, shu asosiy mazmuni nima, shuni qoldirib bo'lgan bo'lsangiz deganlik uchun buni men o'qib beray. Unda qolib qolsa, bu maqolamda men nimani yozdim. Buning bir ko'z ko'rib boqalar. Sharq Turkistonni Donald Trump satayli, biz Amerikaning 51-shtati bo'lishni xohlaymiz.
to'xi dangal tushar, o'chki jangal. Uyg'ur maqoli. Amerika prezidenti bo'lib saylangan Donald Trump 25 dekabr o'zining ijtimoiy aloqa suhbatida bo'lgan haqiqat suhbatida Rojdestvo bayramlar muborak bo'lsin deb Rojdestvo bayramini muboraklash bilan birga Xitoy davlati tahdidiga qarshi Panama qonunini qaytarib olish, Kanadani Amerikaning 51-shtat qilish, Daniyadan Girland orolini sotib olish haqidagi tasavvuri dunyoda kuchli ta'sir qo'zg'adi. Chunki bu Amerika hukumatining kelgusi strategiyasida Xitoy davlatining shimol qutbiga bo'lgan ta'siri va Rossiya bilan bo'lgan aloqasining kunsir kuchayishidan, shundaqla Xitoy hukumatining Yevropani kelgusida o'zining ta'sir doirasiga elib, o'ziga kuchli raqobat shakllantirishning oldini olish uchundir. Hammamizga ma'lumki, dunyodagi har qanday bir davlatning mavjud bo'lib turishi ve taraqqiy qilinishi uchun har xil qizilma boyliqlarga, jumladan energiya manbalariga ehtiyojli bo'ladi. Shu sababdan Ikkinchi dunyo urushidan keyin dunyodagi kuchli, qudratli davlatlar ilgarigidek ojiz xalqlarning zaminlarini mustamlik qilib olmasdan, balki shu davlatlarning energiya manbalarini echish, ijoralash, mablag' silish, hatto harbiy baza qurish, muhim bo'lgan strategik o'rinlarni qo'lga keltirish qatorliq yo'llar bilan o'zini texmo taraqqiy qildiryotdi. Albatta boshqa davlat, hatto boshqa qit'alardagi neft, tabiiy gaz, ko'mir qatorliq energiyalarni o'z davlatiga elib kelish uchun ular quruqlikda poyezd orqali toshish, yuk mashinasi orqali toshish, turba yotqizish qatorliq usullarni qo'llansa, dengizda cho'ng tipdagi yuk paraxodlarini kech kunduz dengizmi dengiz, okeanmi okean qatnatmoqda. Shu qatorda Xitoy hukumatimi Afrika va O'rta Sharqdagi boyliqlarni ilgari Hind okean, Malaka bo'g'zi, Janubiy dengiz liniyasi bilan shundaqla o'ziga qaram O'rta Sharq va O'rta Osiyo davlatlari orqali quruqlikdan to'shib kelyotdi. Undan boshqa Xitoy hukumati ishlab chiqargan mahsulotlarni Yevropa davlatlariga sotishga, Janubiy dengiz, Malaka bo'g'zi, Hind okean, Qizil dengiz, Suvays kanali, O'rta Yer dengizi, Jabal Tariq bo'g'zi yo'nalishida suv yo'li bilan Sharq Turkiston, O'rta Osiyo, Kavkaz davlatlari orqali quruqlik yo'li bilan mang'atdi. Endilikda bu ikki liniyada turli xavfsizlik alomatlari va andishalar kuchaygachga, yana kelib kelgusida bu xil yuzlanishning kuchaydiganligi bilingachga, Xitoy hukumati Osiyo qit'asi bilan Shimol Amerika qit'asining chegarasi bo'lgan Bering bo'g'zidan o'tib Shimol Muz okeaniga tushish, u yerdan okeanning sharqiy yarim shar qirg'oqi, Rossiya qirg'oqlarini bo'ylab yoki okeanning g'arbiy yarim shar qirg'oqi, Kanada qirg'oqlarini bo'ylab minib Yevropaga shimol tarafdan kirish niyatida bo'lyotdi. Chunki bu yo'lda hech qanday sun'iy putlikashon mavjud bo'lmas. Yana kelib Kanada qirg'oqlarini bo'ylab mangadigan suv yo'lining musofasi favqulodda qisqa bo'lg'achqa ketadigan yo'l chiqimi bek oz. Undan boshqa bu yo'l hech bir davlatning dengiz tavalligidan o'talmagachga hech qanday davlatga yo'l haq to'lamaydi. Shu sababdan Xitoy hukumati bir qancha yillik ilmiy tekshirish va tadqiqot olib berish orqali bu yo'lda qatnashni sinab qilib muvaffaqiyat qozondi va yangi bir savdo yo'li ochmoqchi bo'ldi. Ammo bu yo'lda Kanada bilan Daniya qarashli Girland orolining strategik o'rni alohida muhim hisoblanadi. Shu sababdan burunlar Xitoyning to'kinni siqib, suyni chiqarmoqchi bo'lib yurgan Donald Trump apandi Xitoyning bu shirin kuchni qabohatga, makkar niyatini dahshatga aylantirish uchun Kanada bilan Daniyaga Xitoyning oldin to'sib, burunning bezini o'sib qolgan xo'rikni sen olsang ol, men qaror kelmayman, men bulolmaydiganini demoqchi bo'lsam, mening Amerikaning kunlik ostiga kirib,
Qo'shaqaning karomatini ko'r degan maqsadda Kanadani Amerika qo'shilish, ya'ni Kanadani Amerikaning 51-shtat qilish, Daniya qarashli Grland orolini Amerika naq pul to'lab setib olish taklifini dodillikla o'ttirib qo'ydi. Panama davlati Tinch okean bilan Atlantik okean tutashtiradigan dunyoviy muhim kanallarning kirish va chiqish eg'izidagi ikki muhim portni Xitoy aksiga xushomad qilib tartib qilgan uchun Donald Trump apandi undaq qozonga mundaq chimish taktikasini qo'llanib, Amerikaning Panama kanaliga bo'lgan egilik huquqini qaytadan asliga keltirmoqchi bo'ldi. Albatta, Navada Panama davlati mulla muloyim gapga unoyim bo'lib, Amerikaning shartlariga ko'nmasa, Amerika askarlarining robosida yo'lbosning oldidagi eshakka aylangan. Amerika hukumatining davomli dunyoning soqchisi, g'ujis bo'lish kuchi Xitoy davlat tarafidan jiddiy xirasga duch kelmoqda. Shunga bu o'rinni davomli saqlab qolish va texnik mustahkamlash Xitoy hukumatining o'ziga tahdid shakllantirish niyatiga ajallik zarba berishni maqsad qilgan Donald Trump apandi, siz Navada Xitoy hukumatining tahdidini haqiqatan mushkulga ujuqtirib, yer sharini Xitoy hukumatining tahdididan tinch amon saqlab qolmoqchi, Amerikaning shtat sonini 51 ko'paytmoqchi bo'lsangiz, undaqda vatanimiz Sharqi Turkistonmi siz uchun ko'ngildagidek tanlash fursati. Sharqi Turkiston Xitoy hukumatining bir balvoq bir yo'l qurilish orqali dunyoga xo'ja bo'lish nishonidagi sakrash taxtasi bo'lib, strategik o'rni alohida muhim hisoblanadi. Chunki bizning ona vatanimiz Xitoy, Mongoliya, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston, Pokiston, Tibet, Hindiston qatorliq 10 davlat bilan bevosita chegaralandi. Sharq Turkistonning yer osti va yer usti qizilin boyliqlarining turi intayin ko'p bo'lib, dunyodagi 153 xil qimmatli qizilin boyliqning 117 xili Sharq Turkistonda topildi. Hatto sobiq Sovet ittifoqi yasagan atom bombasining qimmatli xom ashyosi bo'lgan uran elementimi Sharq Turkistonda qazilgan. Ona vatanimiz favqulodda strategik o'ringa mo'l qizilin boyliq manbasi ega bo'lg'achqa, Xitoy hukumati bu go'har zaminni mangulik mustamlik qilish uchun shu zaminning egisi Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik olib beryotdi. Chunki Xitoyning dunyo hujumi strategiyasi, Xitoy orzusi bu zamindan boshlandi va bu zamin orqali ro'yobga chiqdi. Donald Trump apandim, siz Gerlandiya xalqi Amerika davlatining qo'g'dishiga muhtoj. Gerlandiya xalqi Amerikaning bu yerda qilishni umid qiladi degan vaqtingizda biz Sharq Turkistonliklarning, jumladan Uyg'urlarning Amerika davlatining qo'g'dishiga naqadar ehtiyoj ekanligimizni o'ylab baqdingizmi? Biz Uyg'urlarmi Amerikaning Sharq Turkistonda mangulik qilishni umid qilamiz. Chunki Uyg'urlarning umidi, Uyg'urlarning baxti va Uyg'urlarning istiqboli Amerikada kishilik huquqning qo'g'dug'chisi, demokratiyaning to'riki, zolim mustabidlarning so'tchisi bo'lgan kuchlik va qudrat davlatga bog'liq. Biz erkin, hur dunyoda yashash jarayonida shuni his qildikki, demokrat davlatlardagi hayvon va o'simliklarning e'tibori qimmati ham izzat hurmati Xitoy davlatidagi insonlarning e'tibor qimmati ham izzat hurmatidan natijasi ustun ekan. Biz buni o'z ko'zimizdan ko'rdik va beshimizni o'tkazdik. Donald Trump apandim, siz birinchi qadam Amerika prezidenti bo'lib vazifa o'tagan mezgilingizga Amerika hukumati Uyg'ur qonuni e'lon qildi. Shu vaqtda biz Uyg'urlarning naqadar xush bo'lganligimizni, bizda naqadar umid paydo bo'lganligini balki o'ylab boqmagansiz. Undan boshqa siz Xitoy hukumati Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik va inson qarshi jinoyat o'tkazadi degan qonuniy hukmni chiqarish orqali Xitoy hukumatiga qarshi kuchli signal berdingiz. Xitoyni tamtiratdingiz. Xalqaro qonun prinsipi bo'yicha irqiy qirg'inchilik uchragan xalqning mustaqil bo'lish huquqining bor ekanligi. Biz Uyg'urlarga siz Donald Trump apandim bizga mustaqillik fursati signal berayotganligingizni eskartdi.
Demek, Şarkı Türkistan müstakilligini esli keltirish Uyg'urlarni irqiy qirg'inchilikdan qutuldirib, ularning mavjudligini saqlab qolishning birdan-bir kafolati. Biz Uyg'urlarning hayot mavjudligimizni saqlab qolish, shundaqla dunyoni Xitoy davlatining tahdididan mangulik qutqizib qolish qatorliqlar faqat Amerikadek kuchli davlatlarning qo'lida keldi. Shunga biz Amerikaning qo'llashiga muhtoj. Hürmetlik Donald Trump efendim, siz Gerlan oralını setilişini özünüzden mühim stratejik planınız kılgandek Şarkı Türkistan'ı setilişini mi kinki basqışlık plan qatarı kirgizişinizni ümit kılıman. Çünkü bunda qilish Amerika hükümetinin kelgüside Şarkı Türkistan orqali Xitoy bilan Rossiyani tizginlashdagi siyosiy geografik stratejiyasi uchun intayin muhim. Shundaqla Sharq Turkistonning mo'l qizg'in boyliqlarini Pokistondagi Gvadir port orqali dunyoga tutashadigan yangi yo'lni ochqilim bo'ladi. Qimmatli Donald Trump efendim, biz Uyg'urlar Sharq Turkistonni sizga satayli. Kunlarning birida Sharq Turkiston Amerika boshlig'iga g'arb davlatlarining yordamida mustaqillik erishsa, Sharq Turkistonning qizg'in boyliqlaridan teng foydalanayli. Amerika armiyasining Sharq Turkistonda askar baza qurib mangulik turishiga, bu yerda Xitoy, Rossiya va asabiy kuchlarning tahdid va hayvisini bishqishga huddi qilayli. Amerika va dunyo xalqi Xitoy davlatining tahdididan Biguna Uyg'ur millati Xitoy hukumatining irqiy qirg'inchiligidan Xitoylarga qul bo'lishdan qutulsin. Uyg'ur vatani dunyoviy kuch davlatlarning ittifoqdoshiga Uyg'ur millati demokratiya, erkinlik sepining hurmatli qudratli bir a'zosi aylansin. Yozilgan vaqti 2024-yil 12 oyning 28-kuni. Maqolaning asosiy mazmuni shu. Bu maqolani o'qib, eng maqolniki haqni kallasini o'tmagan biz Uyg'urlar Sharq Turkistonni sizga satayli, ya'ni Donald Trump satayli degan mushaqlab siz Sharqdan nima satmaymiz dedi. Bu yerda setishninki bir prinsipi bor. Men vatanning egillik huquqini satayli demadim, vatandagi qizilin boyliqni satayli dedim. Xitoylar bizning Sharq Turkistonni mustamlik qilganning yog'i bizning vatanning qizilin boyliqlarini kech kunduz 24 soat to'shyapti ishkir Xitoyga. Bizga 1% qizilin boyliqdan bergan yeri yo'q. Biz 1% qizilin boyliqlarni o'zimizning ziminni qizillardan 1% emas, 0.01%ning ega emas. Ega bo'lmagandan keyin şu qizilin boyliqlar Sharq Turkistonliklarga, jumla Uyg'urlarga tayyor qizilin boyliq bo'lgandan keyin shu necha million xalqni jazo lageridan inson qilibdan chiqqan xona ko'rayotgan xalqimizni qutuldirish uchun mushundaq bir siyosiy qimorni sinab boqmay bo'lmaydi. Siyosatda ko'rayotimiz manfaat va undan boshqa hech nima turmaydi siyosat. Hech nima turmaydi. Biz manfaat bersak siyosatga masasha olamiz, manfaat bermasakchi hech nima masasha olmaymiz. Shunga bizning hozirgi chet elga siyosiy da'vorimizchi, bizning siyosiy da'vorimizchi. Hozir vatan olib setib ketib bo'lgan vatan u. Chet ellik da'vo qilayotgan tashkilotchi vatanni sig'in qoladek sig'ib ichiyotdi. Vatandagilarniki qiniga biz chet elda panohlik tilab yaşavatımız, behraman yaşavatımız. Biz vatanga bakiga chiqadigan, voy ona vatan, voy deb cho'ng bilgan shu vatan uchun qanchalik madad tilab baqdik. Qanchalik fidokorlik ko'rsatib baqdik shu vatanga. Vatanda oy singillarimiz Xitoy tajovuzlari bilan nimizli kunlar ko'rayotdi. Kunda Facebooklarda ko'rayotimiz shu videolarni. Shuning qarshi bir harakat qilib baqdikmi? Deysan, vatana setishga, qizlar setishning haqqing bor deb. Mening haqqim bo'lmagandek, haqqasının haqqi yo'q. Chet elga chiqqan tashkilotning haqqi yo'q. Bu faqat bir meniki o'zimniki ko'z qarashi. Hozir deyli maslanga, shunda bir kunlar kelib, biz g'arb davlatlarining, Amerika g'arb davlatlarininki shu Sharq Turkistonga rasmiy bir siyosiy nimasi g'arazda o'rilishadigan bir kunlik kelib qolsa, bu siyosatga ashlaq bo'ladi. Biz pardani oldida ko'ramiz.
Oştalan to'xtam tuzishgan nurg'un biz bilmagan edan bir chiqib qolishi mumkin. Ular nima qiladi, uni biz bilmaymiz. Uni biz bilmaymiz. Lekin masalan bir misol olayda. Masalan, Sharqi Turkiston qizilin boyliqlarini G'arb davlatlar Amerika biz 50 yil ichida yoki 100 yil ichida yoki 80% bizga biringlar, mana badal sharqlarni ozod qilamiz, nima qilaylik deb maxfiy bir nima qilib qolsa. Masalan, Sharqi Turkiston xalqimizga, vatan xalqimizga o'ngtalgan qilib qolsa, shular anglasa nima deydi? Voy ma Xitoy tajovuzchilari nejis, iflos, razzil, insonlik nima yo'q ma Xitoydan qutulish uchun mush Xitoy bizni necha 100 yilning yog'i qizilin boyliqni sumirib ichkariga 24 soat tushib ketyapti. Mushdan badlik bizni qul qilib, bugun qilishni yapib beryapti. Amerikada g'arblar bizni qutuldirgan shu qap ular beko qilib berayli deydi bizning vatandagilar. Voy yerimini olsin beko bilan bizni qutqizib qo'ysin, tajovuz Xitoylarniki bir nejis Xitoydan qutulayli deb. Biz Xitoydan qutulib, vatanimizning sharqini mustaqil qilamiz ep bo'lgandan keyin keyingi ma'nodan qanday strategik plan birlas o'zimizning ishimiz. Xitoydan olamang vatanni, boshqa birisiga vatanni qizil bayroqni sotmang. Voy men vatanni qutqizamiz, vatan deganniki unda qutqizamiz, manda qutqizamiz, vatanni sotish qo'ymaydi. Qutqizamiz, nima bilan qutqizamiz vatanni? Biz vatanni qutqizamiz deb 76 yil chet elga chiqib, 76 yil bizning da'vo qilayotganlar. Bu vatanni bularning zulmlar shu qadar ig'irlab bergan irqiy qirg'inchilik qilib, millat o'rnini dasturda imkoniyat qolmadi. Millat yer yuzini yo'q qilib ketyapti. Buning uchun qanday qilamiz? Nesdangiraylar? Bir katta bir boyva, necha million pul va tuyuqsiz bir ig'ir kasallik o'qib qoldi. Bu boyga siz davolab saqaytish uchun necha million pulning hammasi kessimi, siz saqaytimiz, shu to'g'risi bor, qimmat to'g'ri. Lekin shuni saqaygandan keyin sen ya bir necha yil yashay olaysan desa, bo'lmasa o'lasan desa, shu necha million bir umr yemay ichgan pulini doktorga bir shaqat davolanib, yana necha yil hayotning payzini surishni yashamdi va yoki bo'ldi o'lib ketib pul kelib qolsin demdi. Jon halqima yetganda jonni qutqizish uchun barliq amallarni qilamiz, Vatanni qutqizish uchun vatanni o'g'irlaganlar mesela ikkinchi Cumhuriyet'ne kurulup uzun bo'lmay tajovuz Xitoylar bizni bosdi. Shu ikkinchi Cumhuriyet'te general bo'lgan, ikkinchi Cumhuriyet'ning yuqoridagi amaldori bo'lganmiz, O'rta Osiyoga chiqib, buyuk kunlar biz vatanni qaytib qolganimiz dedi mana. Oraliqda 70 yil o'tib ketdi. Shular bormi, o'lib tugab ketdi. Vatan emas, bir kichikgina vatan bir parcha bir tuprog'ini ololmadi. Qaytirib ololmadi. Biz mi ololmadik? Bunun keyingi vatanni qaytirib olishimizga Xitoy shu qadar bizga ta'sirlab, Xitoyga taqobilda bir kuch olmay qolsa, biz nimamizda olamiz? Quruq eg'izimiz shuvar bo'lish olamdi. Boshqa bizmi siyosiy qilmani o'ylab baqildi dedik men. Faqat da'vatgan narsam bu. Boshqa buningga qo'shilmasangiz, men haqorat qilmay, chiroyli ekran ko'rib, chiroyli o'tirib biz bu to'g'risida munozirlashib baqildi. Biz tarixdan buyon siyosatdan qurbon bo'lib ketdik. Oralıqda 2 qatim mustaqil bo'ldik. 30-yilisi, 44-yilisi. Nimning qurbon bo'lib ketdik? Siyosatning qurbon bo'lib ketdik. Siyosat maydonida setib ketdik. Nima uchun? Manfaat uchun. Kuchlilikning manfaati uchun, Rusning manfaati uchun setib ketdik. Bu hammamizga ayon. Unda qapqas bizim uchun hamda dunyo energiya manbalari uchun urush qilayotgan kim biz vatanniki g'oyastor energiya manbasi setish orqali shundan badlik vatanni qutqizishninki bir yo'lini topaylar. Yaponiyada Nur Muqaddas xonim bir tarjima qilgan bir kitob bor necha yilning oldida. Ikkinchi dunyo urushidagi Yaponiyaning Sharq Turkiston siyosatida bir kitob bor, nefis bir kitob. O'qib baqqanlar bo'lsa bo'ladi. Shu kitobda o'z vaqtida Muhammad Ibn Hazratim, Muhammad Ibn Bug'ra Hazratim hem Mahmud Shijonglar shu Afg'onistonga chiqqan vaqtida Yaponiya konsullarining kurashib, hatto Yaponiyaga borgan mezgilda shularni shu kitobda noit aniq yozilgan. Bizning Sharq Turkistonniki jug'rofiy o'rni noit muhim. Sharq Turkiston mustaqilligini qo'llasanglar, oyoqda kommunizmniki ki dunyo kim ketishini biz olinib qila olamiz, to'sab qila olamiz. Biz qalqon kommunizmni to'sab qolgan bir qalqon degan. Unda bizga Sharq Turkistonchi
Xitoy sharqchilik dunyoga ta'sirlayotdi. Buni hammamiz bilamiz. Bir belbog' bir yo'l qurish orqali. Butun dunyo qandoq qilib Xitoyni shu bir belbog' bir yo'l qurish, beshit qilish orqali Xitoyning dunyoning tahdididan qutuldirish ni uchun chora izlayotdi. Unda bizning Sharq Turkistonchi, Sharq Turkistonni hozir shu Xitoyga qarshi qo'llanilgan eng muhim strategik o'rin shu. O'zi vaqt Muhammad Emin Bug'rolar, Mahmud Sijanglar Yaponiya qanday nima qilgan bo'lsa, shu jo'grafik o'qish bizdan muhim. Shular degan vaqtida biz yordam qilinglar deb demabdi ekan. Bizning manda qizilin boyliqlarimiz va manda nimalarimiz va biz diplomatiya jihati Yaponiyaning gapini olmaymiz. Majat harbiy askar qatorida sizlarning nimani qaraymiz. O'sha qizilin boyliqlarni sizlarga ishiltish haqqini beramiz. Ashta nurg'un yasqatga ishonsangiz shu kitobni o'qib beqinglar. Shu kitoblarnikini siyosatiga ashunda foyda manfaat beradigan gap. Bizga yordam beradiganligiga, masalan bizga 100 million mablag' sarflab qolsa, ular 1 milliard foyda olmoqchi, yo 100 millionni yana bir qatlamoqchi, bizga mablag' sanmaydi. Mablag' sanmaydi. Shuning uchun siyosiy qilmani olib cho'ng o'ynashga tirishmoqli dedim menmi. Xitoydan olamman vatanni. Biz bir gap bor, o'zimizdem seslig'ishim xalq bo'lsa nima ishim deb, istashim deymiz. Ya o'zimiz undan foydalanmaymiz, ya vatanning bir qadam bosqadek bir yer bizning emas, hamiz Xitoy tajovuzchining qo'lida. U yerda xalqimiz ingrab qutqizishga ehtiyoji bor. Biz chet ellarda o'yin tomosha ko'rgandek qurimiz aniq sho'r qilib vatan qutqizolmaymiz-ku. Buning uchun qanday qilib badal to'laymiz. Badal to'lasak, badal to'lagan uchun Xitoy taqobilda kuchimiz bo'lmagan qanday qilamiz? Sharq turgan qizil bayroq yetishmadiligiga sharqni mustaqil qilish bor. Bu ideyani o'tirib qo'yib yozdim. Buni qarash gapingiz o'qib qolsa, chiroyli, haqorat qilmay, tillamay, qalamingiz qo'lingiz qalam tutsa, yezim, bo'lmasa ekranga chiqib, chiroyli o'tirib, paranglatsak, bir-birimizni tushunsak bo'ladi. Mush orqali bir-birimizni texnik tushunolmaymiz. Men o'ylamagan tarafdan balki siz o'ylab qilishingiz mumkin, yaxshi ideya fikrini o'tirib qo'yishingiz mumkin. Shunga demoqchi bo'lganim qarindoshlar, maqolani o'qib berdim, boshdan oxiri bir anglab, o'zingizning fikr o'qib qolsa, fikringizni biringlar, bo'lsa ekran chiroyli munozara olib borsak bo'ldi. Hammangizga ko'pdan ko'p rahmat.